Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun bizning 14-o'rta maktabida ham an'ana Navro'z bayrami. Avvalaman sizlarni shu qizg'in bayram bilan tabriklayman. Sizlarga sog' salomatlik, hamma vaqt omad yor bo'lsin. Hammalaringning xonadonlaringga fayz barakot. Mana Navro'zlarimiz hamma vaqt shunday xursandchilik bilan o'tkazaylik. Bugun qishlog'imiz Chimpusht birda Navro'z bayramini nishonlash uchun jiydi mana shu yerda hammamiz tashkil etyapmiz. O'quvchilarimiz bilan, maktab o'quvchilarimiz bilan birgalikda, ota-onalar birgalikda mana shuni yaxshi Xudo xolasa tinchgina o'tkazaylik. Men ham shu fursatdan foydalanib shu qishloq ahlini, o'quvchilarimni, o'qituvchilarni hammasini Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Ular sog' salomat bo'lishsin. Kelajakda mana shunday Navro'z yig'ilishlarida, bayramlardan bir nechuvlarda tinchgina omon eson bo'lib, baxtli, saodatli bo'lib, umr guzoronlik qilsin. Baxt, saodat tilayman ularga.